yoshlari kattaroq ayol kishi. Mana ko'rishingiz mumkin. Chap yuqori jag' bo'shlig'ida mana bunaqa osteomi. Shikoyatda nafas olish qiyinligi va hid kelyapti, yomon hid kelishi katta ehtimol bilan bu osteomi, ya'ni suyak xavfsiz hosilasi. Mana bu esa zamirog'li massa. Bu esa polipozniy изменение. Hozir operatsiya paytida ko'rsatamiz nima chiqishini. Mana ko'ryapsizlar. Yomon hid chiqishiga sabab mana qaranglar, mana zamirog' to'lib ketgan. Katta massa bo'lib chiqadi hozir bu. Qolganda ko'ramiz hali. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar? Voy-o. Mana qaranglar. Hali ochmasimiz ham shuncha. Mana qaranglar chiqishini. Yo'q-ey. Aziz yurtdoshlar, operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. O'sha chap burun yo'lida, o'rta burun yo'lida mana shu gribok zamirog'li hosil olindi va chap yuqori jag' bo'lsa to'la osteoma ekan, ya'ni suyakka xavfsiz hosilasi. Tozalab tashladik. Xudo xolasa bemor mazza nafas oladi va umuman burundan yomon hid kelmaydi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Sog' salomat bo'linglar.